Ha? Dadasi, har bitta narsa jufti bilan yaralgan. Ha, nonni ham jufti bilan qo'yish kerak. Ha, buni toq qo'ysa yomon bo'ladi. Ha, yaxshi bo'lsin deyman-da uyga. Nonni men olib kelaman ko'chadan. Birorta nonvoyni ko'rmaganman, jup non yopib paqillatayotganini. Tushundingmi? Dadasi, Ha. qo'shni Zafar aka bor, o'rtog'ingiz. Zafar patpatmi? Ha, shu pat. Shuni ayolidan so'rab, u Zafar akani o'ziga bildirmasdan ishtonni olib chiqqanman, dadasi. Bilasizmi? Zafar akani 9 ta o'g'li bor-ku. Men ham niyat qildim, dadasi. O'ziga bildirmasdan shu ishtonni kiyib yursangiz, ha bizda ham qo'sha o'g'il bo'larmidi? Dugonamga havas qilaman, dadasi. Mana shu ishtonni kiyib oling. Ishtonni emas, o'zini olib kelib qo'ymabsiz-da. Bu nima qilganing? Meni oriyatim qayerda qoldi? Bir kamim endi Zafar patpat ishtonni kiyish qoluvdi. Voy dadasi, nima unaqa deysiz? Ya yirim sirimingga o'tsin ya. Ya quchoqlama buni ishtonni. Ya, meni bunaqa qilib yuragimni siqmagin. Bu ishtonni kiyib bo'ladimi? Ha? Bu insonni ishtoni emas, bu devniki bu. Ilchiga bir telechka saman ketadi bunga. Buni sudrab kiyib bo'ladimi? Kiyasiz, dadasi. Orzularimni amalga oshirasiz. Voy, yig'ishdan ko'ksingga bosma. Meni otasiz? Otmang. Agar ishtonni kiyishga uyalsangiz, bo'lmasam Zafar akani oyoqlarini orasidan o'tasiz. Ha? Mana pichoq. Undan ko'ra so'y meni. Men endi kimsan Zafar patpatni putini taydan o'tishim qoluvdi. Voy dadasi, nima qilibdi? Nima qilibdi? Ya bunaqa qilib 9 ta o'g'il bo'lgandan ko'ra bitta o'g'il bilan o'taman. Ertaga butun ishxonaga sasiydi. Ha? Meni putimni taydan o'tgan bu deb. Tushundingmi? Men ham yashashim kerak insonga o'xshab. Masxara qiladi maymunga o'xshab. Choyni qo'y, ko'p gapirmagin. Ya. Choy iching, dadasi. Nima qilib qo'yding? Boylik, dadasi. Ertalabdan boylik tushdi choynakdan. Ha, boshimga surtdim. Irimi shunaqa-da. Choydan iching. Bu Zafar patpatni ishtonni ushlamagan joying qolmadi. Bu ishton bilan qayerlarga bormagan, nimalar qilmagan bu?